bitta narsa necha o'tib Platanimi? narsa ichiladi, ko'p narsa ichilmaydi. Biratoni qimmatroq ichasiz. Bo'l, kelib o'tiraylik. 20 bo'ldi? 20 bo'l. Bo'ldi. Gulli bo'l. Qattan? Ha? Starvey покупаемdan olingan motorlarmi bu? Yes, ketishga olamiz. Xo'p, restavratsiyaga olgan 3 ta boksimizni ramasini ko'rilishi mana holatda bor, xudo xolasa. Pompalarni yuvib tarab, mo'ylarni to'kib boshqa talab qo'yib, bypasslarni yechib o'tamiz. Xitoy bypassda qo'yib pishirgan ko'piga. Mana Xitoy, yangi, original, bu ham Xitoy. Plastmassa bir baloli, aytgani hammom mashinasidan qo'ymaymiz, so'kdalni mashinasidan qo'yganmiz. 4 ta motor paydo bo'ladi, 4 ta ramamizda. Tepasida shitlar paydo bo'ladi. Korobkalar yechilgan, a? Shogirdlarimiz shitlarni yig'yapti. Mana shunaqa elektrik xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu bolaga murojaat qilaverasizlar. Usta, sizning mutaxassisligingiz nima o'zi? Mutaxassisligim universal. Universal Pictures taqdim etadi. Plat to'g'risida ma'lumot berib o'tib ketaman. Tepa taraflarda chiqishlari, bu yoqda sutni ishlaydi, RS bilan relaylarni o'rnini mashinasi уже bajaryapti. Relay yo'qmiz edi. Xullas, relayning o'rniga mana shu narsani qo'yamiz. Ancha aqlli, ko'rinishi ham chiroyli, mana shu relay katushkalar o'rniga. Yuqormaydi, hadib yechib, otib rasvot qilib yurmaysizlar. Bunga mana shu narsalardan qo'yib beryapmiz. Bitta narsa necha o'tib Platanimi? narsa ichiladi, ko'p narsa ichilmaydi. Biratoni qimmatroq ichasiz.